Qizlarjonlar, mani klientim mana shunaqangi необычненький gullar bilan kelibdilar. Buni sababi nimada? Shuni hozir so'raymiz. Keyin bitta savolda qarang. Ana shu gullarni o'zingiz terdirdingizmi yo o'zim. Ko'ryapsizlarmi? Qaranglar, bitta zo'r narsada. Sizlarga life hack deysizmi, insight deysizmi? Men har doim kimgadir gul olib borsam, borib tayyor buket hech qachon olmaganman-da. Shuni terdirib, mana shu ataylab nima qilaman, prям o'zimga yoqadigan qilib, o'zingizga oladigandek olsangiz, mana sizga ham qolgan insonlar intuitivni bu Allohimni mana shunaqangi bumerang qonunlaridan biri yaratgan ekanman. Yuzlaridan davolaninglar, behisob shukr. Umuman hech qayerga ishonmaganlar, yuzlarini bormaganlar yillar davomida. Qoshlaridan siz birinchi bo'lmagan nimaga kelgansiz? Cheskega keldim. Cheskaga kelinglar, o'sha vaqtida sizni qoshingizni o'chirmasak bo'lmaydi, sizni qoshingizni o'chirmasak bo'lmaydi dedim, lekin o'sha ketdingiz, ha? Keyin o'chirtirmasdan ketdim, yana qaytib keldim. Keyin alohida qoshni o'chirtirib ketdilar, undan keyin yuzni gaplashdik. Juda qattiq qo'rqaman dedim, lekin baribir ham shu narsaga O'zbekiston ketyapman, bir qildiray deb keldilar va xudoga shukr rezultatimiz yaxshi. Ishonib, yuraklaringizda gumonsiz, prosta tak qo'yib bersanglar, o'zini ishini ustasi hammasini joy-joyiga qo'yadi mana. Ham finansiy tomondan to'g'rilab, mana shu ko'z atroflari bilan ishlaganman полностью. Qizlarjonlar, yana bitta tvorchествomdan bittasi. Litso под ключ degan joylaridan. Ko'z atroflariga, peshonalariga botiks qilgan biza. Mana shu zonaga faqat qilgan degan kokteyl. Mana shunaqangi qilgan biza. И домашний уход terib berganman. Peshonani ko'taringchi. Mana shu birinchi marta yuzlariga olishlari edi. Botoks kokteyli va shu ukoldan. Juda ham qo'rqitdilar. Ukol olgandan keyin. Qarindosh urug'lar, atrofdagi nima deyapti? Высшее образование kosmetologlar hech qanaqangi qo'rqadigan joyi yo'q. Sinchoklar, ko'karishlar hammasi это нормально. Buni yuzni ko'ryapsizlarmi? Qani? Shunaqa zo'r bo'lgan. O'zingizdan biror nima deng-da, mana qo'rqadigan ayollarning uchun nimalar dedilar sizga? Ular hozirgacha ham tinmaydi gapirishdan. O'zi uchun men hozir rostdan ham qo'rqsamman. Oldin pudra bilan yurardim-da yuzimga. Pudra, nima krem, shunaqa hozir bez pudra, bez krem shunday chiqib ketaman. Tabiiy yuzlar bilan. Tabiiy go'zallik. Tabiiy go'zallik. Kosmetolog shunday. Mana shunaqa qoshchalari juda ham ko'k edi, o'chirdim. 2 marta o'chirdim. Ichi chuqur udalение qilganligimiz uchun tukchalar kuygan edi. Mana bu hozir xonada bo'yadim. Xonada bo'yashda ham farqi bor. Qizlarjonlar, искусство, gazartirib emas. Tabiiylikda asragan holatda только волоскилani shunaqa chiroyli qilib bo'yab berdim. Lekin vashshe siyaychi. Start ko'rmasin, azizlar. Rahmat.